أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أستعيذ بالله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Tefsirul Celaleyn'den Sure Bakara'nın 106. ayeti geldik. Bu ayette Allah Teala deydi: "Qandaqlı bir ayetni amaldan qaldırsak yoki unutuldursak, o'rniga uningdan ortiq yoki shuningga o'xshash bir oyatni keltiramiz. Allohning har narsaga qodir ekanligini bilmamsan. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga mansub ekanligini bilmamsan. Sizlarga Allohdan boshqa hech qanday do'st va madadkor yo'qdir." Yana ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا. Yani kafirlar muşu nesk haqida qalaymaqan gap qilgan chaqda deydi. Nesk degan yani mana lug'at ma'nosi ko'chirish degan gap, endi kopiya qilish. Lekin bu yerda amaldan qoldirish. Amaldan qoldirib uni o'rniga yana bir narsani akilish deb aytamiz. Ya'ni kopiya qilish degan gap shu, bir narsani amaldan qoldirib o'tib, uni o'rniga yana bir narsani akilish demoqchiman. Bu yerda bir oyatni amaldan qoldirib, uningki yoki lafzini amaldan qoldirdi yoki hukmini amaldan qoldirdi. Mushundaq ahvollarni Qur'oni Karimda mushta oyatlar bor. Mushundaq nasx haqida qalaymaqan gap qilgan chaqda, ya'ni ular haqiqatan Muhammad alayhissalom sahobalarni bugun bir ish qilib buyurdi ekan, atiliklar u ishdan to'sadi ekan deb mushta gap qilgan chaqda Alloh taolo bu oyat nozil qilgan deydi. Ma nansax degan ma mishadi shartiya. Nimarsiniki amaldan qoldirsak oyatdan. Yani onun hükmünü yoqatsak nuzil, yani azala yuziludan chiqqan nuzil. Yo'qdi onun hükmünü yo'q qilsak yoki uning hukmini lafzi bilan birga yo'q qilamiz yoki undaq emas deydi. Yine yoki lafzini va hukmini tang amaldan lafzini amaldan qoldirib hukmini qilib qolgan yoki bo'lmasa hukmini amaldan qoldirib lafzi qilib qolgan mushta holat ekan deydi, nasx qilingan oyatlar degan. Mushtaq qilsak yoki uni unutildirsak. Nansaq degan yana bir qiroatda nunning zammisi bilan o'qilgan deydi. Nunsix. Nunsix deb o'qilgan chog'da ansaxa yunsihu degan fe'ldan chiqqan bo'ladi. Ya'ni sini buyursak yoki Jibril alayhissalomni osh oyatni amaldan qoldirib o'tishga buyursak deganlik bo'ldi ekan. Yoki av nansaha deb to'mayadi. Nansaha degan muakhiraha. Yoki uni kechiktirsak, ya'ni uning hukmini amaldan qoldirmaymiz, tilovatini ko'tarib o'tamiz deydi. Yani tilovatini ko'tarib o'tib, uning hukmini yo'qotmaymiz. Masalan, ash-shayxu va shayxatu idza zanaya degan bir oyat bor ekan hamda. Uning Qur'onda uning lafzi yo'q, lekin oshniki hukmi bor masalan. Yoki uni Lavhul Mahfuzda kechiktiramiz. Yani Lavhul Mahfuz qo'yib qo'yamiz demak. Tilovatini ko'tarib o'tib, Lavhul Mahfuzda qo'yib qo'yamiz. Yana bir qiroatda hammasi o'qilgan, nisyondan chiqqan, yani nun sikaha degan bo'ladi. Yana nan saha nun sihada da o'qilgan qiroat bor ekan. Hozir Qur'onda biz o'qib kelayotgan nusxada shu nun siha deb o'qildi yana. Nun sikaha degan unutildirsak sana osh oyatni. Ya'ni namhuha min qalbika. Osh oyatni sening qalbingdan o'chirib bersak degan bo'ldi. Hamda ma nansakh degandiki ma shartning javobi nima bo'ldi desa, nati bi khayrin minha. Ya'ni keltirimiz uningdan yaxshiroqni. Ya'ni ben osonlik jihatda va ajrning ko'pligi jihatda bandalarga texmi manfaatliroq bo'lgan ashuna oyatlarni keltiramiz demoqchi. Yoki uning o'qishini keltiramiz. Taklif jihatda va savob jihatda
Aşı ilgirki emelden kaldırgan ayet okşaş yine bir ayetini keltirimiz demişti. Elem ta'lem ennallaha ala kulli şeyin kadir. Bilmemsen ki hakikaten Allah Teala her nersige kadirdir. Yani Allah Teala'nın her nersige kadir ekanliginin cümlesinden aşağı bazı ayetlerin emelden kaldırış, almıştırış katarlık işler demişti. Yani Allah Teala nayet ulug zat emdi. Allah Teala'nın ulug'ligini biz endi bu bendelik sübütümüzden bilip olamaymiz. Ama Allah Teala her nerse kadir bo'lgandan keyin u Allah Teala'nın qilgan ishidan so'ralmaydi. Allah Teala her nerse kadir zaten. Ben bir ayetni emelden kaldırıp onu oraya yeni bir nersini ekersin. Bu Allah Teala'nınki bu işlerin hamısını bir hikmet bilen kılgan bo'ladi. Bununla bendelerinin itiraz bildirish hakkı yok. Vel istifhamu lit takrir. Bu yerdeki istifham takrir için kelgan. Yani bilmemsen degeni bunu çokum bilişin gerek demek bir yerde. Elem ta'lem ennallaha lehu mulkus semavati vel ard. Bilmemsen ki yine hakikaten Allah Teala o Allah için doğru yani Allah kastır asmanlarının ve zeminin padişahlığı. Yani Allah Teala şu asman zeminde özü halıgan nersini kılıdı. Yani şu nes kılış, tebdil kılış, katarlık işlemi şu Allah Teala'nın asman zeminde öz halıgan işlerini kılgalıkının cümlesinden demekçi. Ma ayetlerinin ki keyinki kısmının aldın kısmına bağlı münasebeti müşin akımının. Ve ma lekum min dunillahi min veliyyin ve la nasir. Yok sizler için Allah'tan başka, yani Allah'ın gayride, yani Allah'tan başka bir yardımcı ve veli ve yardımcı yoktur. Dost ve yardımcı yoktur. Yani sizlerni muhafazat kılıp turduğun ve sizlerni Allah'ın azabından saklap, kutkuzup kaldığın. Eğer sizlerge şu Allah'ın azabı kip kalgan takdirde, sizlerni Allah'ın azabından saklap kaladigan, qoğdap kaladigan bir yardımcı yoktur. Şolaşqa Allah'a da tevekkül kılınlar, Allah'a tayınınlar demekçi bir yerdimdi. Hoş, keyingi ayette أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. Yani ular yani Yahudiler ilgiri Musa'dan sual sorgandek sizlermi peygamberinglardan sual sormoqchi bo'lamsizlar? Kimki imonini kufrga tegizsa, u haqiqatan to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi. Yani Makka ahli Muhammed Aleyhisselam'dan sallallahu aleyhi ve sellem'den özlerine bir keng kuşada kengri bir turmuş paydo qilib berishni so'ragan vaqtida va sapotig'ini oltinga aylantirib berishni so'ragan vaqtida bu oyat nozil bo'lgan deydi. Yoki yani balki iroda qilamsizlar sizlar, o'ylamsizlar, shuki so'rashni payg'ambaringlardan xuddi ilgari Musa alayhissalom so'ralgandek. Yani Musa alayhissalomning qavmi so'raganga o'xshash. Yani ular arinalloha jahratan. Yani Musa alayhissalomning qavmi bizga Allohni oshkor ko'rsatgan degandek va undan boshqa işte qamlashilgan savollarni so'rgan. Sizlarmi oshning o'xshash payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomdan oshdan savol so'ramoqchi bo'lamsizlar? deb kelib va men yatabaddal kufra bil imani faqad dalla sawa as-sabil. Kimiki kufrni iymonga almashtirdi ekan. Ya'ni osh iymonning o'rniga kufrni oladi ekan. Bitarikin nazari fil ayatil bayyinati va iqtirahi g'ayriha. Roşan uçuk Allah Teala'nınki roşan uçuk ayetlerine nazar taşıması bilen ve onun gayrini talep kılış bilen başında imanın ornuna küpürünü kubul kıp kalsa, küpürünü ağam bolsa, bu hakikaten uçuk azgan boludu. Doğru yoldan azgan boludu. Ehtaat tariqal hak. Bu yerge vessava degen aslında el vesat degen boldu deydi. Utturhal yoldan azgan boludu demek degen boldu ekan. Hem keyingi ayette وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Yani ehli kitap içindeki nurgun kişiler özlerine hakikat yani dinimlarning haqiqiy oshkora bo'lgandan keyin hasad qilish yusidan sizlarning iymoninglardan qaytirib kofir qilishni orzu qiladi. Allohning amri kelganga qadar
Ya'ni Alloh sizlarga ular bilan urush qilishga ruxsat qilguncha ularni afv qilinglar va kechiringlar. Alloh haqiqatan har narsaga qodirdir. Yine vedde kethirun min ehli kitabi lav degan ki lav mastariyya deydi. Mastar ma'nosida. Yani lav yaruddunakum degan ikkisi qo'shilib sizlarni qaytirib o'tishni degan bo'ldi endi. Ahli kitoblarninki bir qismi ko'pinchisi ahli kitoblar ichidagi nurg'un kishilar sizlarni qaytirib o'tishni orzu qiladi. Sizlar iymon etib bo'lgandan keyin kofir bo'lgan holtinglarda, ya'ni kufrlikqa qaytirib o'tishni. Hmm. Kafir ya kuffara degan kafirning ko'p ekanda. Ya'ni kafir bo'lishinglarni orzu qiladi demek ekan. Hasadan degan maf'ulun lahu deydi. Shu ahli kitoblardagi nurun kishilarning sizlarni kafir qilib o'tishni orzu qilishga maqsadimi desa, hasad qilish yusidan. O'zlarininki ichidagi o'sha hasadning jahdidan deydi. Yine bu hasad ular iboda ularni o'sha hasad qilishga ularning o'sal nafslari deydi. Habis nafslari boshqa qilishga ib bo'lgan. Mushu oyatdan bilib olamizki, ahli kitoblar Muhammad alayhissalom ib kelgan dinninki islomning haqiqatligini biladi ekan, bilib turib iymon etmagan. Yana iymon etmaslik bilan birga iymon etgan mu'minlarni kofir qilib o'tishni orzu qildi bo'ladi deydi. Ya'ni bizga o'xshash bo'lsa ekan deb hasad qilish uchun shunda orzu qildi ekan. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya'ni mana deyapti. Tavratda ular uchun haqiqat oshkor bo'lgandan keyin nima to'g'risida desa, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sha'ni haqida. Shunglashqa ularni afu qilib o'tinglar. Ularni tark etinglar. Vasfahu. Ulardan yuz eringlar. Ularni jazolamanglar. Qachongacha desa, Allohning urush qilish haqidagi amri kelganga qadar. Haqiqatan Alloh taolo har narsaga qodirdir. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. Namazını ada kılınlar. Yine namazını bütün ta'dil erkanları bilen şu huzu bilen okuş arkalık ada kılınlar demek şey. Akimu olgan iken. Zakatını berinler. Nemini ilgili kısanlar özanlar için yaxşılıktan yine taat ibadet olsun, sil rahim kılış olsun, sadaka beriş, sadaka ihsan kılış olsun, muşnun okşaş yaxshiliklardan o'zinglarga nimani ilgari qilib qolsanglar, uning savobini Allohning dargohida topsizlar. Haqiqatan Alloh taolo sizlar qilgan ishlarni ko'rib turuvchi zotdir, ko'rib turuvchidir. Alloh ko'rib turgan ekan, Alloh taolo sizlarni o'sha qilgan amalinglarga qarata mukofot beradi demoqchi sizlarga. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Etti ular kirmeydi cennetke faqatla Yahudi bo'lganlar yoki Nasara bo'lganlar. Yani ular Yahudi yoki Nasara bo'lmagan odam, ya'ni Yahudiylar Yahudi bo'lmagan odam, Nasaralar bo'lsa Nasara bo'lmagan odam hargiz jannat kirmaydi deyishdi. Bu ularning quruq orzusidir. Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, dalilinglarni keltiringlar degan. Undaq emas. Kimki yaxshi amallarni qilgan holda o'zini Allohga topshirar ekan, ya'ni Allohning amriga bo'ysunib, amalini xolis Alloh uchun qiladi ekan, u Parvardigorning dargohida savobdan bahramand bo'ladi. Ularga oxiratda hech qo'rqinish va g'am qayg'u bo'lmaydi deydi. Ya'ni Hudan degan Haidunning ko'pligi. Ya'ni Yahudi bo'lg'uchi. Hudan degan Yahudi bo'lganlar. Nasara degan Nasara bo'lganlar. Ya'ni bu gapni Madinaning Yahudiylari va Najron shahridan kelgan Nasaralar aytgan deydi. Ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldida munozir qilishgan vaqtda Yahudiylar bo'lsa jannatga faqatla Yahudi bo'lganlar keladi deyishgan edi. Nasaralar bo'lsa jannatga faqatla Nasara bo'lganlar keladi deyishgan edi. Shu bo'lsa, shu so'z ularning orzularidir. Ya'ni, yani, batil shahvatlardir, batil orzu armonlardir. Yani, 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 yani,
Deganki Muhammad alayhissalom ularga agar sizlar mushu gapinglarda rostchil bo'lsanglar, osh gapinglarga qarata hujjatinglarni keltirib beqinglar degan. Bala, yine Alloh taolo ashlarni gapiga qarata bevosita deyotidi. Undaq emas. Jannatga ulardan boshqalar kiradi. Yine Yahudi bo'lib, Yahudiyalar o'lib ketganlarmi kirmaydi? Nasara bo'lib shu Nasara bo'lgan holda o'lib ketganlarmi kirmaydi? Faqatla qanday odam kiradi desa, men aslama vajhahu lillah. Yüzünü Allah için halis qilgan odam. Yani Alloh taolo uchun Alloh taologa o'zini xolis topshirgan odam demoqchi. Ya'ni inqoda li amrihi. Allohning amriga bo'ysungan odam. Bu yerda vajhahu deb insonniki yuzini alohida keltirishga maqsad nima desa, chunki yuz degan a'zolarning eng sharafligidir. Unda bo'lgandan keyin yuzini Alloh taologa bo'ysundirish kerak degan bo'lgan ekan, uni boshqa a'zolar bitariqa avlo shundoq bo'ladi. Ya'ni inson butun a'zolarini Alloh taologa xolis topshirgan vaqtida qanday holatda desa va huwa muhsinun. Yani tavhid e'tiqodida bo'lgan holatda. Yani mushunday holatda Allohga o'zini topshirdi ekan, uning uchun ajri bo'ladi Allohning Parvardigorining dargohida. Yani uning amalining savobi bo'lsa jannatdir. Yani mushunday odam jannatga kiradi. Vela xavfun alayhim. Ularga hech qo'rqinish yo'qdir va ular g'am qilmaydi. Ular oxiratda hech qo'rqinish va g'am qayg'uda bo'lmaydi demoqchi. Maayet mushu bugun o'qigan darsimizda bir qancha tavhidga aloqador masalalar bor hozir. Biri Alloh taoloning har narsaga qodir ekanligiga imo etish kerak. Mu'min degan Alloh taoloning har narsaga qodir ekanligiga imo etish kerak. Bu bir tavhidga aloqador masalamni. Buni shak qilib qolsa iymondan chataq chiqadi. Yana birisi Alloh taoloning osmonlarning, zaminning butun podshohligi Allohga xos. Alloh taolo birdan bir mutlaq podshoh deb imo etishimiz kerak. Agar Allohning yordami kelmasa, bizning qo'limizda hech kelmaydi deb buni imo etishimiz kerak. Yana biri jannatga Yahudiy bo'lib, shu Yahudiy e'tiqodi o'lib ketgan odam bo'lsin, yoki Nasara bo'lib, Nasara e'tiqodi o'lib ketgan odam bo'lsin, va yoki har qanday bir botil aqidada bo'lib, shu aqida o'lib ketgan odam hargiz jannatga kirolmaydi. Shu holatda o'lib ketgan odam jannatga kirolmaydi. Faqatla mu'min holatda yashab, mu'min holatda o'lib ketgan. Ya'ni shu Muhammad alayhisalom sallallohu alayhi vasallam kelgan shariatga iymon etib, shu aqida, tavhid aqidasi bo'yicha o'lib ketgan odamlar jannatga kiradi deymiz endi. Agar shu tavhid e'tiqodida bo'lib, bir mu'min gunoh ma'siyatdan qilib solgan bo'lsa-mu, shu gunoh ma'siyatni halol sanamayla ezib ketganlik ustidan qilib solgan bo'lsa, u endi mu'min holatida o'lib ketganlar bo'lsa, oxiratda o do'zaxda bir mezgil kuyib, gunohi tugagan ekan, amin jannat chiqadi ekan. Agar Alloh taolo uni kechirib o'tib qolsa, endi do'zaxda azoblanmasdinlar, u jannatga kirdi ekan. Lekin shu tavhid e'tiqodidan boshqa har qanday bir aqida e'tiqodda o'lib ketgan kishi bo'lsa, u do'zaxda mangu qolg'usilarninki jumlasini bo'lib ketar ekan. Alloh taolo hammalarni shu tavhid e'tiqodida yashab, shu sog'lom e'tiqodda yashab, tavhid e'tiqodining ustida o'lib ketishimizga nasib qilsin. Amin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.